Eli xalq naqşlari eli Uyg'urlarning uzoq tarixiy davrlardan buyongi hayot sarguzashtlarining aynan kartinasidir. Eli Uyg'urlari o'tmishda nurg'un ig'ir kulfatlarni beshidan o'tkazib, talay tarixiy voqealarga shohid bo'lg'achqa, muhabbat bilan billa ijtimoiy reallikni aks ettiradigan mazmunlar eli xalq naqsh tekstlarida ko'proq salmoqni egillagan. Xalq naqshlarini yurishtirib aytish va har bir yurish naqshlarning oxirini marg'ullar bilan tushirish Uyg'ur klassik 12 muqomining eli Uyg'ur xalq naqshlariga ko'rsatgan ro'shan ta'siri. Shunga eli xalq naqshlari yiqimliq, mardona, jarangliq melodiyasi va cho'nqur fikrli go'zal tekstlar bilan bir butun Uyg'ur xalq naqshlari g'azinasida alohida jalolanib turadi.
Her eşliğe